Assalamu alaykum, hürmetlik Uyghur TV görünmelleri. Növbette biz Kırgızistan Uyghur Ayallar Birliği'nin reisi Çeşme Hanım bilen, Tursunay Hanım ve şularning yetekçiliğindeki hanımlar bilen Uyghur TV kanalıga ziyaretke keldik. Növbette Çeşmedemni bir yerga kelgandan keyingi ta'sirotlarni so'zlab berishga taklif qilamiz. Assalomu alaykum Çeşmede. Aleyküm assalam. Bugün bu TV kanalga kelib qanday ta'sirotga ega bo'ldingiz? Shunda yaxshi ta'sirotga ega bo'ldik. Nimish degan biz birinchi qetim bu Uyg'ur TV'ni ko'rganimiz, shunchalik mana shunda chiroyli bolalarimiz bor ekan, mana diktor bolalarimiz bor ekan. Bu Uyg'ur TV hamda shu nimadan keldi-ku, Germaniyadan da, Abjil Qaraqashning filiali. Shu 2016-yili biz bu Germaniyada bo'lib, shu Düsseldorfda shu ziyorat qilgan Abjil Qaraqashning imoratlarini, shunda cho'ng zallar bor ekan, konferens zallari shunchalik cho'ng nima ekan imorat. Uni shu turk qarindoshlarimiz yordam qilib shuni informatsion sentr ichib ekanda. Bundan keyingi shu Uyg'ur TV'ning taraqqiyoti uchun siz nimalarni o'yladingiz? Endi Xudoyim bilsa shu tashviqot bo'lsa, shu Uyg'urlarni uyg'otib, shu politika to'g'riliq dunyoda nima ish bo'layotidi, shularni shu ishlab chiqarsa, bular shu Uyg'ur xalqiga yetkazsa, buniki cho'ng foydasi bor deb o'ylayman. Nimishki deganda bu eng cho'ng rol o'ynaydi-da tashviqot degan. Axborot. Hatto biz ayollar prosta og'zimiz bilan chiqib qo'shnilarimizga deb bersak, manda bo'lyotidi. Mana Xitoy mamlakatida shu musulmonlarni dafsanda qilyotidi deb desakmi, shular anglab shu bir cho'ng ishda zulmni anglatish bir cho'ng ish. Butun dunyoga axborotni. Axborotning kuchi bilan bir vaqtda butun dunyoni xabardor qildi. Shu. Rahmat sizga. Endi Tursunayda siz o'zingizdanki bir tushanchisini so'zlab baqsangiz, bugungi bu yerga kelgan qanday hissiyatda bo'ldingiz? Assalomu alaykum, hurmatli butun Turkiyadagi Uyg'ur xalqim. Biz hech qachonda bundaq bir o'zimizninki vatani yo'q. Turkiyada mushtaq Uyg'ur TV'lar ichilganiga nayt xursand bo'ldik. Hayron bo'ldik. Rahmat mushu Turkiya hukumatiga, Abjil Qaraqashga mashada kuch chiqarib, filial ichib, mushu Uyg'urlarga vatan davosini, hamma bo'layotgan dunyoda ishlarni, axborotni anglatma degan o'y fikriga. Rahmat bizning Qirg'iziston mamlakatimizga, bizga shuncha kengchilik berib, qayaga borsanglar, davoringlarni anglatinglar, vataninglarda bo'layotgan ishni hammasini qulqiga silinglar deb bizga ruxsat berganiga. Rahmat. Endi sizlar Qirg'izistonga borgandan keyin bu Uyg'ur TV'ni anglatamsizlar, tashviqotni. Sizlarni tashviq qilib qo'llasanglar, bizningki bu axborot sohalarimiz cho'qim taraqqiy qildi deb o'ylamsiz. Bo'lsa hammamiz shundaq axborot o'rinlarimizni qo'llab-quvvatlasak, shu davoyimizni anglatish uchun foydasi bor deb sizlar ashak borgandan keyin shu haqda tashviqotlarni qilamsizlar, qilishni o'ylayapsizlar. Albatta, bu axborot birinchi bizningki o'qimiz. Bu axborot bilan bizning xalqimiz butun dunyo tushunadi. Mushu bizning bo'layotgan ahvolimizni, Xitoy tajovuzninki bizga sevayotgan zulmlarini mushu axborot orqali hammasi anglaydi deb o'ylayman. Rahmat sizlarga, hurmatlik aziz Uyg'ur xalqimiz. Haqiqatan hadlarimiz to'g'ri aytadi. Mushu axborot bugungi urushning eng oldingi o'rinda turadigan birinchi urush axborot urushi. Bugungi qurolli urushlarning 3-o'rinda turdi. Axborot media 1-2 o'rinda turdi. Shuningga butkul xalqimiz mush axborot medialarni qo'llasak, mushundaq pidokorlik qilayotgan qarindoshlarimizni qo'llasak, bundan keyingi bizningki davoyimizda zo'r olg'a ilgirlash bo'ladi. Hammanglarga rahmat.